Hürmetli vatandaş, sel keçik kaldım keçirin. Bugünkü leksiya ve muhakememizle başlayımız. Leksiyada sırgacırız, Washington'dan sözleyimiz. Bugün çislağa Şmen, keçirin. Bugün çislağa 2024 yıl 5. ayının 7. günü hürmetli vatandaş, haftaga Perşembe. Şuna değil mi? Maşinada azmen qoğa, meni keçirinlar cuma vatanda 7 iken. Bugün Perşembe iken toğra. Bugün sizlerge sözleydiğen leksiyimiz nime deysiniz vatandaşım? Vaziyettin eysak bugün pulga qaraydigan jillamu qaysı nime? Halkalık peytlerimi şundak dedi hazır. Cungunun deniz sakçı koşulları Filipin Huangyandao aralıda mesela Rin Ayçao degen yerge yakınrak yerde Filipin'in bir deniz sakçı parahodunu 14. Cungunun 14 deniz sakçı parahodu koruşup aldı. Bugünkü vaziyetmiş o. Buna da ki kandak özgürüş oldu tükürümüz vatandaşım. Endişlerge sözleydiğimiz Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palata Tashqi Munosabatlar Komiteti raisi McConnell 5. ayda Tayvanda o'tkaziladigan yangi prezident vazifa topshirib olish murosimi qatnashida. Mavzuli xabar 3. ayning 7. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palata Tashqi Munosabatlar Komitetining raisi Avam Palata a'zosi Michael McConnell 3. ayning 6. kuni mundaq ko'rsatdi. Men Tayvanga berib prezident Lai Ching-tening vazifa topshirib olish murosimiga qatnashaman. Avam Palata a'zosi Tashqi Munosabatlar Komitetining raisi Michael McConnellning Tayvanga berib prezidentning vazifa topshirib olish murosimiga qatnashishi Cungo Kompartiyasining qattiq g'azabini qo'zg'adi. Michael McConnell chorshanba kuni Tayvanning Amerika turishliq vakolatxonasining boshlig'i Yu Dali bilan birlikda ham palatadagi Avam palatasidagi ikki partiya a'zolari bilan birlikda Davlat Majlisida o'tkazilgan 1979 yil imzolangan Tayvan Munosabat Qonunining imzolanganligining 45 yilligini xotirlash faoliyatida qatnashdi. Bu faoliyatda mundaq ko'rsatdi. Men vakillar umikini boshlab yaqinda Tayvanda o'tkaziladigan yangi saylangan prezidentning vazifa topshirib olish murosimiga qatnashaman. Prezident Lai Ching-tening vazifaga o'tirish murosimi 5. ayning 20. kuni Taybeyda o'tkazildi. Rais Michael McConnell o'tgan yili 2023 yili 4. oyda Tayvanni ziyorat qilgan edi. O prezident Tsai bilan ko'rishgan shu chaqda. Keyin Jungo harbiy harakat orqali bu ko'rishga javob qaytargan edi. Masalan, harbiy harakat deganda parxod evatish, Tayvan bo'g'iz yaqinlab kelish, aeroplan evatish, Tayvan havo tavalig yaqinlab kelish shu vaqtida Michael McConnellga Jungo embargo siyosati yurgizgan, mush harakatlarni qilgan edi vatandosh. Endi yana bir xabar shundan qo'shimcha Jungo tavaligidagi Google yumshoq detal injeneri AI texnikasini o'g'irlaganligi balki yana Jungo shirkatlari bilan maxfiy hamkorlashganligi uchun qo'lga olindi. Amerikada qo'lga olindi. Mavzuli xabar 7. ayning 5. ayning 7. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Ko'rdingizmi? 7. ayning 7. kuni debdim. Amerika Adliya Ministerligi 3. ayning 6. kuni bunday e'lon qildi. Google'ning yumshoq detal injeneri Jungo tavaligidagi bir nafar kishi federatsiyalik zastodlar tarafidan ayblandi Amerikada. Va Google kompaniyasining aqli iqtidori AI texnikasini o'g'irladi deb ayblandi.
Şu vaqtning o'zida yana ichki yurishlik Jungo şirketi bilan maxfiy hamkorlashdi deb ayblandi. Ya Allah, ko'rdingizmi? O'tgan dedim-ku, Amerikaning demokratiyasidan foydalanib, Amerikaning demokratiyasiga qarshi turish. Mana shunday ishlar bor. Adliya ministerligi mundaq ko'rsatdi. Jungo Graydani Libi Kaliforniyada 4 turlik savdo maxfiyatligini o'g'irlab, federatsiya qonuni bo'yicha qo'lga olindi. Her turlik jinoyat uchun 10 yildan nazarband qilinadi. 250 ming dollar jarimani qo'yildi. Hozir shuni bu Xitoyning shundoq jasuslik bu harakatlar so'ylab jazolasa, hozir Xitoylar nimaga ko'taribdi desangiz, Jungolikni ko'zga ilmidi. Jungolikni mansitmidi. Jungolikni chetga qoqdi deydigan gaplar bilan hozir Amerika hujum qilishga boshlabdi, ko'ring. Uning qilayotgani Google'da jasuslik. Uning qilayotgani yana boshqa bir yerda jasuslik. Savdo maxfiyatligini o'g'irlashning o'zi bir xil jasuslik. Bu chunki bugungi dunyoda iqtisodga bog'liq ishlar bu. Hozir mana bu qo'lga ilinibdi. Endi buni jazolash Amerika Adliya ministerligining ishi, vatandoshi.